press klubni o'zbek axborot maydoniga ot choptirib kirib kelgan press klubni muvaffaqiyatli faoliyati bilan tabriklayman. Avvalo hurmatli spikerlarimizga va ekspertlarimizga ham tashakkurlarimizni izhor qilaman. Mani savolim hozir qurultoyda uzoq kutilgan qarorlar kutilmaganda qabul qilindi. Ko'plari shulardan bittasi men uchun shaxsan va meni atrofimdagi jamiyatshunos, san'atshunos sifatidagi kuzatuvlarim natijasida ko'rib turganim juda katta bir voqea bo'ldi. Savolim hozir Ozodbek Nazarbekovga, O'zbekiston xalq artisti, san'atkorga emas, O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini yetakchi ommaviy axborotlardan biriga rahbar sifatida tayinlangan lavozim egasi sifatida sizga savolim. Bu sizni bu joyga saylanishingiz juda to'g'ri qaror bo'ldi, juda kutilgan qaror bo'ldi. Qaysi ma'nodaki, birinchidan o'zbek estrada musiqasini juda yaxshi tushunasiz, o'zbek shou biznesini juda yaxshi tushunasiz va xalq orasida juda ko'p yurasiz. Yoshlar bilan juda ko'p munosabatda bo'lasiz. Siz bilan bu haqda ko'p gaplashganmiz juda ko'p yillar mobaynida. Haligi yoshlarning ko'ziga qarab, yoshlarni ko'ziga qarab o'qiydigan bo'ldim, nima xohlayotganini degan gaplaringiz esimda qolgan bu narsalar. Men juda xursand bo'ldim o'zim. Ana endi odami topilibdi deb. Shu ma'noda yoshlar telekanalini formati qaysi tomonga o'zgaradi? Siz prodyuserlik konsepsiyasi deymiz. Sizdan nima kutsak bo'ladi bu borada? Qaysi tomonga yurasiz? Qaysi tomonga dona surasiz? Rahmat. Bu juda kutilgan savol aytib o'tamiz. Hozir butun Facebook shuni kutyapti. Marhamat Oziz aka. Haqiqatda bu mana Alisher voqeasidek menda ham shunaqa bu nima daxli bor televideniyaga degan o'sha endi nima deydi? Tosh otish eng oson ishda. Eng oson ish bu. Chunki tosh otish uchun birinchi omil u odam haqida hech narsa bilmaslik o'zi yetadi. Shuni o'zi yetadi-da, tosh otishga katta bir anaqa bo'ladi. Shuning uchun Irodaxon bilan bu masalada umuman bu qiz ham san'atshunos sifatida shu san'atni dardida yashaydigan inson. Ancha yillardan beri nafaqat umuman san'atni qaysi yo'nalishi bo'lsa, har bir yo'nalishidagi kamchilik va yutuqlarni beixtiyor kuzatib kelaman. O'zi tabiiy shu kasb yuzasidan yoki bilmayman, bu iste'dod majbur qiladimi shu narsalarga, men har qanaqa ijodiy jarayonlarni, uni kamchiliklari, yutuqlarini doimiy kuzatib kelganligim uchun o'ylaymanki, xudo xolasa yoshlar telekanalida bu kanalni juda ham katta o'zgarishlar kutyapti, juda ham katta o'zgarishlar. Buni yaqin kunlarda muxlislar seza boshlaydi, xudo xolasa. Chunki o'sha kuzatishlar davomida qanaqadir bir rejalar tashab qo'yilgan rejalar ham bo'lgan, lekin kutilmagan taklif bo'ldi shaxsan men uchun. Lekin aynan bu borada qanaqadir bir fikrlar, loyihalar, deylik, bir o'sha innovatsion darajada, sekin-sekin emas, juda ham tez. O'zbek prezidentimiz shu kuni bir aytdilar, yoshlar kanalini tanqid qilganda, yoshlar kanalida yoshlarning hidi yo'q dedilar. Siz ham juda o'zlariga shu Mirziyoyevga xos nima bilan aniqlik bilan kiritdilar. To'g'ri. Biz istab qolardiki, sizni shu ish boshlasangiz, mana shu rahbar sifatida shu kanalni shu yoshlarga xos bo'lgan. Mana hozir Qahramon aka bilan qarang, qancha Tanzila ayollar, universitetlar, Qozog'iston mana misoli yoki Xitoy misolida biz bugun shu yoshlarni haroratini, hidini, yoshlarni kerak bo'lsa bugungi ob-havosini kiritishimiz kerak. Bu borada hozir Qahramon akam bir so'zlarini, va'dalarini olmoqchiman. O'sha har bir tizimni o'sha vazirlik darajasidagi rahbarlar bilan yoshlarning uchrashuv, tok shoularini agar ta'minlab beraman, shu rahbarlarning kelishini, uchrashuvlarda deylik, o'sha yoshlar bilan haqiqiy real bir uchrashuvlar va u mavjud muammolar. Hozir masalan, hozir bu yerda gapirayotgan, menda shu muammo bor deb gapirmayapti-da hech kim. O'sha boshidan o'tkazayotgan muammosi, duch kelayotgan, har kuni duch kelayotgan muammosini gapirsa-da, o'sha rahbar darajasida bu masalalar hal qilinadigan bir tok shoular, shunaqa bir jonli muloqotlarga Qahramon akam yordam beraman desalar, xudo xolasa. Uzr so'rayman, shu yerda juda to'g'ri aytdi. Hozir mana biz gaplashdik, hozir yoshlar press klubi tashkil qilinyapti.
xuddi shu siz aytayotgan narsani uchun sahna shu bo'ladi, xudo xohlasa shu birgalashib shu narsani amalga oshiramiz. Qahramon aka, rahmat, biz birga ishlaymiz siz bilan. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Bizda ijtimoiy tarmoqlarda endi divanda o'tirib tanqid qiladiganlar juda ko'p-da, Baxtiyor aka. Divanda o'tirib olib, bemalol o'sha bir sigaret chakib yo boshqa nima qilib, taksist, boshqa mayli, hammasining haqqi bor, lekin asossiz. Mana san'atni yoki san'atkorni bitta qo'shig'i 100 ta mafkurachidan kuchli bo'lishi mumkin. Ozod aka bitta qo'shiq aytdi, shu Suriyada boshlangan xunrezlikli yomon narsa bo'lganda, bir bola nobud bo'ldi, uni tanasi shu nima bo'lganda, okean olib chiqib qo'ydi, kichkina bolachani aytolmas. Siz shunga bag'ishlab qo'shiq aytdingiz shu nimada. Ya'ni shu muammoga e'tibor qaratdingiz. Shu tufayli umuman dunyodagi urushlar, bunday noto'g'ri bir falsafa yotganini ko'rsatib berdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, yoshlar kanalining salohiyati juda katta va biz bundan foydalanishimiz kerak. Shu o'rinda bugun spikerlarimiz orasida Ozodbek Ahmadovich, sizga savol. Mana sizni el biladi, xalq taniydi. O'zingiz ham san'atkor Muhriddin Xoliqovning shogirdlari bo'lgansiz. Bugun o'zingiz katta ustozsiz. Oldingi davr bilan solishtirganda bugungi yoshlardagi imkoniyat qay darajada? Albatta, bugun san'at sohasida beqiyos imkoniyatlar bor desam xato bo'lmaydi, chunki endi o'zim hayotimdan olib gapiradigan bo'lsam, biz yoshligimizda, bolaligimizda o'sha san'at namoyandalarini, umuman san'at ustalarini uylariga borib, yerlarini chopib, ularni nima deydi, bir xizmatlarini qilib, bir og'iz maslahat uchun yo bironta bir ko'rsatmalari uchun shunaqa bir xizmatlarini qilib, ularni bir ko'ngliga yo'l topib, undan keyin bir ko'rsatma olib, yo'llanma olib, shunga xursand bo'lib, shu bir katta bizni oldimizda bir katta bir sir ochilgandek, xuddi bir gavhar topib olgandek xursand bo'lib, shunaqa qo'pol qilib aytganda eshik-meshik yurib bu ilmni o'rganish kerak bo'lardi. O'sha buni ustozlar ham hozir yoshlar uyaladimi shunaqa qilgan? Masalan, o'zingiz san'at ustozisiz, sizga kelib qancha sir olish mumkin, to'g'rimi? O'sha aranjirovka o'rganish, hozir biz quvlab yurib shunaqa qilgin desa ham qilmayapti. Masalan, hozirgi yoshlarni quvlab yurib. Shuni bugun rost gapiring, mana siz hozir millionlab tomoshabinlar ko'ryapti. Shu kunlarda juda sizga qiziqish katta. Juda ham ko'p yoshlar keladi, masalan, shu shogirdlikka menga yo'l ko'rsating. Boshida bir ota-onasi ham olib keladi, sizga yo'l ko'rsating. Nima deydi, o'sha gaplar, lekin o'sha gaplar. Go'sht sizga, suyagingizga gaplar o'sha-yu, lekin birinchi ko'rsatma berganingdan qochib ketadi. Mana shu ishlarni qilgan. Endi shaxsan men oldimga kelgan san'atkor bo'lmoqchi bo'lgan yoshlarga birinchi beradigan narsam 2 oy muhlat beramanda, bir 4 ta adabiyotni shuni o'qib kelasan, shu masalada suhbatlashamiz ham. Bo'ldi, shu bilan kelmaydi. Demak, u o'qigisi kelmaydi. Yo'q, u noto'g'ri joyga kelib qoldim deb o'ylayapti-da. U kelganda men hayron bo'lsa kerak, nimaga men Ozodbekka kelsam 4 ta kitob o'qishim kerak ekan. Men mikrofonni olib ashula aytib, 3 oyda Ozodbek Nazarbekov bo'lib ketishim kerak. 1 oy meni yonimda yurish kerak-yu, katta sahnaga chiqish kerak. Bir 5 oydan keyin uni nima deydi? Hamma tanish kerak, hamma tanish kerak, hamma bilish kerak. Umuman shunaqa xohish, shunaqa bir fikr bilan shakllanib qolgan yoshlar ham yo'q emas. Juda ham oson yo'l bilan katta marralarga erishish degan bir tushuncha bilan bugun ayniqsa san'at sohasida shunaqa, chunki buni haqiqatda deylik real hayotda buni isboti ham bo'ldi ko'p. San'at sohasida o'sha studiyada kompyuter yordamida deylik umuman ijrosi talanti bo'lmagan qo'shiqchilarni ham qanaqadir yulduz darajasiga chiqib ketish imkoniyatlari mavjud bugun o'sha texnika yo'llari bilan. O'sha narsalar yoshlarimizga salbiy ta'sir ko'rsatdi baribir. Chunki ular ham o'ylayaptiki, umuman hech qanaqa san'atga daxldor bo'lmagan odam bugun mana yulduz bo'lib yuribdi-yu, men iste'dodim bor-u, meni ovozim bor-u degan. Lekin bugungi jamiyat nimani talab qilyapti? Umuman hammamizdan, har birimizdan nimani talab? Har bir soha egasidan shaxs bo'lish talab qilyapti. Yetuk shaxs bo'lish. Nafaqat bir ijrochi, oddiygina qo'shiqchi yo oddiygina o'qituvchi, umuman
butun umuman jamiyatga kelajakda man deylik jamiyatni bir yetakchisi bo'laman, mani orqamda millionlab yoshlar ergashadi va shularga munosib bir namoyonda bo'lishim kerak. Orqamdan ergashayotgan millionlarga xiyonat qilmasligim kerak, o'shalarni bir izdan chiqarmasligim kerak degan bir mas'uliyat bilan agar shu ishga qaralsa yoki o'sha ota-onalar ham shunaqa talab qo'ysa, o'sha ayniqsa san'at yo'nalishiga kirib kelayotgan yosh, xohlaymizmi xohlamaymizmi, ertaga u yulduz bo'ladi, unga millionlar ergashadi. Demak, o'sha kunda o'sha katta bir mas'uliyat zimmasiga yuklanyapti-da, lekin shaxsi unga javob bermayapti. Bu ham juda katta biz bugungi kamchiligimiz, ayniqsa san'atdagi. Shuning uchun xohlardimki, agar o'sha mana konservatoriyada yoki umuman boshqa san'atga yo'naltiriladigan o'sha bilim maskanlarida qaysidir shu tomonlarini ham inobatga olish kerakmi? Umuman buni shaxs bo'lib yetishishiga nafaqat yaxshi ijrochi, chiroyli ijrochi, balkim o'sha buni adabiyotdan qanchalik bir bilimi shakllanganmi, yo'qmi, tarixdan buni bilimi shakllanganmi, yo'qmi? Chunki san'atkordan bir yozilmagan bir qoida borki, adabiyot tarixni mukammal bilishi talab qilinadi baribir. Har doim bu talab bor san'atkorga nisbatan. Shuning uchun shu san'atga doir bo'lgan o'sha o'quv muassasalarida menimcha shu yoshligidan boshlab shu fanlarni ham parallelno o'sha maksimal darajada talab qilib uni o'qitib borish menimcha bu maqsadga muvofiq bo'ladi. O'shandagina o'sha o'zini bir jamiyat oldidagi mas'ul bir insonligini his qilib ulg'ayib borgandan keyin albatta shunga yarasha ijod qiladi, shunga yarasha umuman sahnada o'zini tutishi, yurish turishi hammasi menimcha mana shu uni bilimiga suyanadi deb o'ylayman. O'zbek aka, rahmat.